Masalan, oddiy dorilar bor, borilarda 5 gram ukol qilinadi, mol kuyga keladi, lekin qochmaydi. Og'zini bosh tomonni tepaga ko'tarib, tilini chiqarib aylantirgan xarakteri bor. Mana shuncha dozada dori tarqat sotmasda, chorvachilikda semirtirish sirlarini topdik. Biz chorvachilikda rivojlantirish sirlarini yaratdik degan bir ajoyib tushunchalar bor. Masalan, chorvachilikda eng muhim o'rin tutadigan narsa shu tepada kamera turibdi-da. Kamerani vazifasi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz obunachilar, hurmatli bizni YouTube kanalimizda ishqibozlari, kuzatuvchilar. Biz xudo xolasa bugungi videolarimizda ko'rib turganimizdek katta fermer xo'jaligidamiz. Bu Farg'ona viloyati Dang'ara tumani 7 kamalak fermer xo'jaligi naslchilik yo'nalishi bo'yicha suhbat davom etadi. Endi bu fermer xo'jaligida mana shunday katta mollarni yetishtirib, nasl olish uchun, sifatli buzoqchalarni tug'dirish uchun Vetco Biotek kompaniyasi mana shu fermer xo'jaligi bilan birgalikda hamkorlikda ishlayapti. Ya'ni o'sha dori-darmonlari, vitaminlari va o'sha emlov jarayonlarini aynan mana shu kompaniya amalga oshiryapti. Vodiy bo'yicha Otavali degan ismli ukaxonimiz bor. Mana shu ukamiz bilan suhbatlashamiz. Fermer xo'jaligini o'sha vet vrachi hamda fermer xo'jaligini rahbari bilan suhbatlashamiz va mana shu joyda bo'lib turgan ishlarni sizlarga taqdim etamiz. Video davomida chiqqan nomerlar aynan mana shu Otavali ismli ukamizning nomerlari vodiy bo'yicha mana shunaqangi fermer egalari va uydagi xo'jalikda mol boqadigan hamyurtlarimiz uchun ham kerakli ma'lumotlar va dori-darmonlarni bemalol buyurtma qilib yoki o'zlarini chaqirgan holatda maslahat olib har xil turdagi kasalliklarni oldini olish imkoni bor. Videolarimizdan yiroqlashmaymiz, albatta layklarni bosib kanalimizga obuna bo'lib qolishlaringizni so'rab qolaman. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana o'sha aytib o'tganimizdek, veterinariya sohasida, ya'ni mol qo'ylarimizda uchraydigan har xil muammoli kasalliklar va vitaminlarni O'zbekistonga olib kirib turgan Vetco Biotek kompaniyasini vakili vodiy bo'yicha yagona diller deb hisoblasak bo'laveradi. Otavali ukamiz bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Tinchmisiz? Ishlar bilan charchamaysiz. Xizmatida charchamaysiz. Rahmat, salomat bo'ling. Bu soha ham o'sha xalqimizga kerakli mavzudagi sohalardan biri. Shuning uchun mana siz bilan birgalikda o'sha muammoga uchrab turgan xalqimizda endi videolar juda ko'p YouTube'da chorva sohasida hammasi qancha bo'ldi, bu qanchaga ketdi, narx-navo haqida. Albatta. Bugungi videolarimiz xudo xolasa manfaatli video bo'ladi xalqimiz uchun, fermerlarimiz uchun, ya'ni shu chorvachilik sohasidagi muammoli vaziyatlar haqida suhbatlashsak. Albatta. Avvalambor o'zingizni tanishtirib o'tsangiz, mana shu vodiy bo'yicha o'zingizning vakolatlaringizni aytib o'tsangiz. Meni ismim, familiyam Otavali Mo'ydinov. Men Vetco Biotek xususiy korxonasida Vodiy viloyatlari bo'yicha vetvrach bo'lib ishlayman. Kompaniyamiz haqida qisqacha gapiradigan bo'lsak, Vetco Biotek korxonasi bu 2020-yil boshlarida tashkil topgan respublikada. Vetco Biotek korxonasini asosiy vazifalari O'zbekiston Respublikasiga veterinariya preparatlarini rasmiy olib kirish faoliyati bilan shug'ullanadi. Hamda o'sha qo'shni davlatlar, ya'ni Rossiya, Belorussiya, Ukraina, Fransiya hamda Yevropa, Germaniya davlatlari bilan hamkorlikda ishlaydi. Asosan Rossiyani mana Nitafarm kompaniyasi hamda Ukrainani Brovo Pharma kompaniyasi, Fransiya Seva kompaniyasi, Belorussiya Belvit Unifarm kompaniyalari bilan birgalikda hamda Ronomix kompaniyasi bilan hamkorlikda ish faoliyatini olib boramiz. Bizi asosiy vazifalarimiz o'sha veterinariya sohasida ishlatiladigan preparatlari bilan veterinariya aptekalarini hamda veterinariya yo'nalishi bo'yicha umuman naslchilik xo'jaliklari, ya'ni chorvachilik fermer xo'jaliklarini dori ta'minoti bilan shug'ullanamiz hamda o'sha dorini organizmda, ya'ni iste'molchida qanday ishlashi, ularda nojo'ya ta'sirlari bormi yo'qmi yoki qanaqa tartibda ishlatilish masalalari bo'yicha respublika bo'yicha faoliyat yuritamiz. Sizning vakolatingiz vodiy bo'yicha? Mening vakolatim vodiy bo'yicha, lekin Vetco Biotek O'zbekiston Respublikasi bo'yicha faoliyat ko'rsatadi. Xuddi bu aytganimdek, mazkur xizmatlar bo'yicha respublika bo'yicha shug'ullaniladi. Demak, aziz obunachilar, bu degani Vetco Biotek kompaniyasini O'zbekiston bo'yicha har bir viloyatda shu Otavali ukamizga o'xshagan vakillari bor. Bundan muammo masalangiz bo'ladi. Bizni ijtimoiy tarmoqlarda, Instagramda, YouTube'da hamda Telegramda sahifalarimiz bor. Ya'ni Vetco Biotek nomi ostida YouTube'da hamda Instagramda
kanallarimiz bor hamda mayda va yirik shoxli hayvonlarni davolash Telegram kanalimiz bor. Biz faoliyatimiz respublika bo'yicha hamda mana kuzatuvchilarga yana bir eslatma o'rnida aytib o'tamiz. O'sha mazkur telefon nomerlar yoki o'sha silkalar orqali kanalimizga a'zo bo'lsa, bizni ijtimoiy tarmoqlarda beriladigan tushunchalarimiz, tavsiyalarimiz yoki bo'lmasa har xil mahorat darslarimiz bor hamda veterinariyada qo'llaniladigan preparatlar yoki bo'lmasa amalga oshiriladigan ishlar, masalan operatsiyalar yoki bo'lmasa kasalliklarni qanaqa davolash kerak yoki qanaqa profilaktik tadbirlar amalga oshirish kerak, shular to'g'risida to'liq bepul maslahat berib boramiz. Tushunarli. Hozir ko'p videolarda mana YouTube'larda ko'ramizda, mana shunaqangi bitta joyda turib suhbatlashish ko'rib turgan odamlarga ham qandaydir bir zerikarli bo'lib qolmasinda. Bir o'sha aytib o'tganimizdek, Farg'ona viloyati Dang'ara tumanida 7 kamalak naslchilik fermer xo'jaligi bor. O'zimizga qadrdon akaxon u yerdagi. Shu akamizni o'sha fermer xo'jaligiga borsakda, u yerdagi o'sha mol qo'ylarni yoki o'sha naslchilikka ixtisoslashganligi uchun u yerdagi bo'zaklarni ko'rib, mana shu dori-darmonlarimizni qo'llanish tartiblarini o'sha yerda gaplashsak. Bo'ldi, xo'p bo'ladi. Bo'ladimi? Bo'ladi, bo'ladi. Demak, videodan yiroqlashmaymiz. Layklar esdan chiqmasin. Salomat bo'linglar. Endi mana shu firmamizda sizni kompaniyangizda qilinadigan o'rni, ya'ni sizni kompaniyangizda o'rni qanday bu yerda? Endi aka, birinchi o'rinda chorvachilikni rivojlantirishda eng birinchi qilinadigan ish bu naslchilikni to'g'ri tanlash. Masalan, mazkur fermer xo'jalik naslchilikka ixtisoslashtirilgan sut yo'nalishidagi fermer xo'jalik. Mana e'tibor bersak, butun dunyo bo'yicha sut berish reytingida eng yuqori o'rinda turadigan zot bu Golden Fries zoti. Bu fermer xo'jaligidagi mollarimiz 98% Golden zotli hayvonlar. Bizi firma tomonidan qilinadigan chorvachilikka ko'rsatiladigan yordam bu birinchi o'rinda hayvonlarni bo'g'ozlikka tayyorlash. Ya'ni shunday preparatlarimiz bor, sinxronizatsiya deydi, ya'ni o'sha hayvonlarni kuyikka tayyorlash. Hayvonlarni tizimli kuyikka tayyorlab bir xil vaqtda qochirish bu juda katta ahamiyatga ega. Sababi bu birinchi o'rinda sut mahsuldorligini, rentabelligini ushlab turish. Ya'ni masalan fermer xo'jaligida 80 bosh hayvon sigir sut beradigan bo'lsa, sigirlar. Bularni agar biz sinxirlab qochish jarayonini ritmga solmasak, o'zi xohlagan paytda kuyikka kelib, xohlagan paytda qochsa, sutni rentabelligi o'ynaydi. Ya'ni ma'lum bir paytda sut ko'payib ketadi, ma'lum bir paytda tushib ketadi. Sababi hayvonlar har xil vaqtda qochib, har xil vaqtda tug'ishi. Buni rejimga solish uchun o'sha Rossiya Nitofarm kompaniyasi tomonidan 2 tur gormon preparat ishlab chiqarilgan. Regastenol bilan Fergalin degan. Bular sxema asosida sinxronizatsiya qilinadi, ya'ni hayvonlar kuyikka tayyorlanadi. U preparatlarda asosiy vazifasi naslchilik, fermer xo'jaliklarida ko'p uchraydigan og'riqli nuqta bor, ya'ni bachadon kasalliklari bor. Naslli mollarda bu bo'ladi, chunki Yevropadan keltirilgan mollarda bizda O'zbekiston sharoiti birinchidan uncha ham ularga to'g'ri kelavermaydi, sababi ular Yevropadan kelgan, ularda tug'ilib o'sgan joyi boshqa. Shuning uchun bizning muhitlarda ularda kasallik ko'proq kuzatiladi. Oziqamizdagi yoki bo'lmasa namgarchilik yoki klimatdagi har xil nomutanosibliklar sababli shunaqa muammolar chiqadi. Endi mazkur preparatlar inyeksiya qilinganda, maxsus sinxronizatsiya qilinganda bachadondagi ehtimoliy kistalar, endometrit kasalliklari davolanadi hamda folikulalar yetilib kuyikka keladi. Agar eshitgan bo'lsangiz, xalq orasida shunday gap borki, masalan veterinarlarga ko'pchilik murojaat qiladi-da, aka molim uzoq vaqtdan beri kuyikka kelmayapti, ukol qilib bering, qochirib bering deydi-da. Endi xalq tilida aytganda qisir bo'lib qoladi. Ha, shunaqa. Shunda ko'pchilik masalan oddiy dorilar bor,
boriladi, 5 gram ukol qilinadi, mol kuyikka keladi, lekin qochmaydi. Buni orqasidan bomba ko'payadi. Ya'ni hayvon egasi e'tiroz bildiradi veterinarga, sen ukol qilib ketding, molni suvni qochirishga tayyorlashga sensizatsiya qilding, mol kuyikka kelyapti, sun'iy urug' yoki tabiiy urug'lantirish natijasida ham qochmayapti. Nima uchun degan savol bor. Buni asosi tagidagi eng katta muammo u masalan ayrim tur dorilar faqat bachadon bo'ynini ochish uchun ishlatiladi. Ya'ni hayvon masalan tug'olmay qoladi yoki bo'lmasa qandaydir holatlar bo'lganda majburiy bachadon bo'ynini ochiltiradigan inyeksiyalardan ko'p veterinar mutaxassislar yoki chorvadorlar bilib bilmay foydalanadi-da. Uni kuyikka keltirish deb o'ylaydi. O'sha ukolni qiladi. Natijada hayvon haqiqatan real kuyikka keladi, lekin follikullar yetilmasligini hisobiga otalanish jarayoni bo'lmaydi. Ko'pchilik urug' noto'g'ri deydi yoki bo'lmasa novvosda kasallik bor yoki xunajinda kasallik bor deydi, lekin bu noto'g'ri narsa. Aslida qilinish jarayoni noto'g'ri. Shuni bartaraf qilish uchun o'sha Rossiya Nitofarm kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan gormonlar maxsus sxema asosida ishlatiladi. Bu sxemalari bor. Hozir bu chorvachilik fermer xo'jaligida ham yoki bo'lmasa butun respublika bo'yicha chorvachilik fermer xo'jaliklarida bu haqida tushunchalar, ya'ni o'quv seminarlar o'tkazamiz, qo'llash jarayonini amalga oshirganmiz. Rezultati juda ham yaxshi. Sababi ham follikullar yetilish bo'ladi, ham mol normal holatda kuyikka keladi, urug'lantiriladi. Boyagi gapga qaytadigan bo'lsak, mollarda bir xil tipda, ya'ni bir 15 ta yoki 20 ta molni birdaniga tayyorlab, o'sha bo'g'oz qilib tug'diradigan bo'lsak, birinchi o'rinda sutni ushlaymiz. Biz doimiy yil 12 oy bir xil berilishini ushlaymiz, chunki partiya qilib olamiz. Etap-etap ketaveradi. Etap-etap qilib olamiz. Bu birinchi foydasi. Ikkinchi foydasi tug'ilgan buzoqlarni sog'lomligini, masalan, ayniqsa mana vaksinatsiya ishlari o'tkaziladi. Buzoqlarga tug'ilgandan keyin respirator kasalliklarga ishlatiladigan. Asosiy vaksinalarning eng kichkina dozasi 10 millilitrli, ya'ni o'sha 10 ta bosh molga yetadigan, 25 ta bosh molga yetadigan hamda 50 boshga yetadigan bo'ladi vaksinalar. Partiyada. Vaksina shunday narsaki, bir marta ochilgandan keyin tugatish kerak. Bir marta ishlatilganda 12 soatda tugatish kerak. Endi ham bu tarafini ham hisobga olingan holatda agar biz o'shani ritmi yo'lga qo'yib oladigan bo'lsak, buzoqlarimiz deyarli o'sha 3 kun, 5 kun oralig'ida tug'iladi. Bitta partiya masalan 25 ta molni sinxronizatsiya qilib tug'diradigan bo'lsak, 25 ta buzoq tug'iladi 3-5 kun oralig'ida. Ularga qo'llaniladigan nimalar, tadbirlar, ya'ni o'sha veterinariya profilaktik tadbirlari teng ravishda amalga oshiriladi. Yana bitta foyda tarafi shu. Hamda o'sha yana kelajakda bu nimani zanjirda davom ettirish, ya'ni xunajinlarni yetiltirish, yana kuyikka tayyorlash, yana qochirish jarayonlari, ritmlari bir xilda bo'ladi. Shuning uchun shu ishlatiladigan preparatlar bular juda ham samarali. Hozir mana ko'pchilik bu nimaga qiziqish bildiradi, ham amaliyotda o'zini isbotini ko'rganligi, natijasini berganligi uchun juda ham talab yaxshi hozirgi kunda. Lekin naslchilik fermer xo'jaliklaridagi eng og'riqli nuqtalardan bittasi bu buzoqlarda o'sha birinchi 10 kunligida respirator kasalliklariga oldirib qo'yishlik. Ana shuni oldini olish maqsadida ham bizning kompaniya tomonidan o'sha vaksinatsiya olib kiriladi. Endi bu bo'g'ozlikda ikkinchi hamda qilinadigan preparatlar. Endi tug'ilgandan keyingi qilinadigan profilaktik tadbirlar ham bor. Buzoq yangi tug'ilgan kunida 10 ga 1 nisbatda deyiladi, oddiy aytadigan bo'lsak, ya'ni birinchi soatda buzoqlarga 10 kilo trivesiga 1 litr hisobida sut ichilish kerak. Majburiy tartibda ichilish kerak. Sababi endi bu Allohning bir mo'jizasi. Yangi tug'ilgan organizm hayvonlar, bu odam bo'ladimi, qo'y bo'ladimi, mol bo'ladimi, umuman sut emuvchi jonzotlar immunitetni, ya'ni kelajakdagi immunitetni 50%ni, 50% yuqorisini birinchi og'iz sutida oladi. Ya'ni birinchi soatda oladi. Kompaniyamiz tomonidan o'sha maxsus drenjer olib kirilgan respublikamizga. Bu drenjerlar o'sha buzoqlarga og'iz orqali sut beriladi. Bu fermada ham buni biz muntazam qo'llaymiz. Ya'ni masalan o'rtacha hayvonlar, naslli hayvonlar 37 kilodan 50 kilogacha tug'iladi-da. Tug'ilgan zahoti vesi o'lchanadi. Birinchi soat quritilgandan keyin vesi o'lchanadi hamda o'sha vesiga nisbatan onasini og'iz suti maxsus drenjer orqali oshqozoniga yuboriladi. Agar o'rtacha 40 kilo tug'ilgan hayvonimiz
4 litr sutni birinchi soatda ichadigan bo'lsa, bu kelajakdagi o'sha immunitetda 50-55% ni oladi. Mazkur buzoqchalarimiz boya aytib o'tganimizdek tadbirlar amalga oshirilganlar, shularni natijalari, ya'ni onalari sinxirlangan, sun'iy urug'lantirilgan, sun'iy urug'lantirilgandan keyin deyarli bir xil vaqtda tug'ilgan bular hamda profilaktik tadbirlari bir xil davrlarda amalga oshiriladi. Onadan tug'ilgandan keyin birinchi o'rinda respirator kasalliklarga qo'shimcha ravishda tulatrin degan preparatimiz bor. Bu ham Rossiya Nitofarm kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan. Tug'ilgan kunida o'sha sut ichirilgandan keyin, belgilangan norma suti ichirilgandan keyin birinchi soatda qilinadi. Ya'ni yangi tug'ilganda 1 soat oralig'ida sut ichirilsa, sut ichirilgandan keyin 1 soatdan keyin tulatrin preparat qilinadi. Tulatrin preparati tarkibi tulatramitsin. Bu respirator kasalliklarga qarshi buzoqda organizmni 15 ga himoya qiladi. Buzoqlar asosan ko'pchilik chorvadorlarga ma'lum birinchi 10 kunligida bo'ladi respirator kasallikka. Endi ma'lum bir dorilar, masalan, respirator kasalliklardan 10 kun himoya qiladi degan tushuncha bor. Lekin bizni kompaniya bu dorini davomiyligini 15 kunga uzaytirgan. Nimaga deyilsa, chunki organizmga dorilar yuborilgandan keyin ularda immunitetini pikka chiqadigan davri bo'ladi. Masalan, 10 kunlik dozali dorilar, 10 kunga ta'sir qiluvchi dorilar eng uchiga chiqqan himoya qilish vaqtlari bu 5-7 kunlarga to'g'ri keladi. 8-9 kunlarga borib immunitet pastlashga yuzaga keladi. O'sha paytni ham hisobga olib, ya'ni o'sha davrlarda respirator kasalliklarni yuqtirib olmasin degan nuqtai nazarda 15 kunlikka cho'zilgan. Ya'ni eng pikka chiqqan davri, ya'ni organizmni kasallikdan himoya qiladigan eng yaxshi davri bu 10-12 kunlarga to'g'ri keladi. Agar shu kunlardan buzoqlarimiz o'tib olsa yaxshi. Undan keyin respirator kasalliklari yuqmaydi. Bularga o'sha birinchi soatdan keyin tulatrin qilingandan keyin 3-5-kunligida ferran degan preparatimiz bor. O'sha ferran preparati qilinadi. Bu asosiy tarkibi temir moddasi. Ko'pchilik yaxshi biladi, temir moddasini hayvonlar faqat yoshlik davrlarida o'zlashtiradi. 3 oylik, 5 oylik davrlarda yaxshi o'zlashtiradi, undan keyin o'zlashtirolmaydi. Yevropadan keltirilgan mollar yoki ularning bolalari og'zini bosh tomonni tepaga ko'tarib, tilini chiqarib aylantiradigan xarakteri bor. Xuddi og'ziga zulik yopishganda shuni chiqarib olish maqsadida aylantiradigan xarakterli belgisi bor. Ko'pchilik savol beradi, bu nima kasallik, qanaqa kasallik deb. Bu o'sha organizmda temir, sink, selen, misni yetishmasligida xuddi shunaqa holat yuzaga keladi. Endi buni u paytda davolash ancha mushkul ish. Lekin xalqimizda yana bitta gap borki, kasallikni oldini olgan afzalroq deydi davolaganda. Albatta. Shuning uchun o'sha holatlar kelajakda kuzatilmasligi uchun birinchi 3-5 kunlikda ferran preparat qilinadi. Mazkur fermer xo'jaligida belgilangan sxema asosida har bitta amaliyot bajariladi. Sababi fermer xo'jaligining rahbari o'ta intizomli hamda talabchan. Bizga aytadiki, masalan, mana vet vrach bor, hozir vet vrach bilan ham suhbat o'tkazamiz. Vet vrachimizga aytadiki, fermer xo'jaligida qilinadigan tadbirlarda sxemasini birinchi ishlab chiqinglar. Nima ishlar qilish kerak? Nima dori-darmon kerak bo'ladi, qanaqa yo'riq kerak bo'ladi moliyaviy tomondan. U masalalar meni vazifam. Lekin chorvachilikda kasalliklardan himoya qilish sizlarning vazifalaring. Agar deydiki, har bir inson o'z vazifasini a'lo darajada bajarsa, har bir sohada, faqat chorvachilik, balki boshqa yo'nalishlarda ham har bir inson o'zining vazifasini a'lo darajada bajarsa, jamiyatda o'sish bo'ladi, rivojlanish bo'ladi. Shu jumladan chorvachilikda ham. Agar chorvachilikda biz veterinariya tadbirlarini to'g'ri tashkil qilsak, hayvonlarimizda kasalliklar kuzatilmasa, biz albatta ko'zlangan natijaga erishamiz. Mana ijtimoiy tarmoqlarda ko'p kuzatamiz, bir ajoyib jumlalar borda. Biz chorvachilikda semirtirish sirlarini topdik. Biz chorvachilikda rivojlantirish sirlarini yaratdik degan bir ajoyib tushunchalar bor. Hali Qo'shtirnoq ichidagi zo'r mutaxassislarning fikrlari bor. Go'yoki bizni oldingi ota-bobolarimiz chorvachilikda xabari yo'qdi yoki hech narsani bilmaganda. Men nima demoqchiman? Aytmoqchimanki, inson sof chorvachilik mahsulotlarini yetishtirish uchun birinchi o'rinda
ishni to'g'ri tashkil qilish kerak. Ya'ni hozirgi kundagi ishlatiladigan masalan turli xil preparatlar bor, gormonal preparatlar bor yoki oziqobop qo'shimchalar bor, intensiv deydi hozir zamonaviy tilda. Ularni o'ylab hisob-kitob qilib ishlatib ko'rish kerak. Masalan, bizni xo'jalikda yoki biz ishlaydigan shu masalan rahbarlar ko'p ta'kidlaydiki bizga shunday narsalarni ishlatinglarki, kelajakka noto'g'ri ta'siri bo'lmasin. To'g'ri, mahsuldorlik yaxshi bo'lsin, chorvamiz kasalliklardan himoyalansin, xoli bo'lsin. Lekin biz masalan mana shu fermer xo'jaligida ishlab chiqariladigan go'sht, sut mahsulotlari bular asosan baribir har bir go'sht, sut mahsulotlari aholi iste'moliga chiqadi. Shuning uchun rahbar bizga ko'p qattiq talab qo'yadiki, ishlatiladigan narsalaring kelajakda aholiga sog'lom turmush tarziga noto'g'ri ta'sir ko'rsatmasin deb ko'p talab qo'yadi. Bizni kompaniya tomonidan olib kiriladigan dori vositalari yoki ishlatiladigan qishloq xo'jaligida ishlatiladigan preparatlarimiz bular sof, ya'ni bularning ichida hech qanaqa intensiv semirtirib yuboradigan yoki bo'lmasa bir qo'pol qilib aytganda kechirasiz, suyagini buzib yuboradigan narsalar yo'q. Hammasi tabiiy ingrediyentlardan tashkil topgan hamda faqat o'sha kasalliklardan himoya qilinadigan, moddalar almashinuvini rostlaydigan, ya'ni o'sha me'yorda amalga oshiriladigan preparatlar hisoblanadi. Tushunardik. Hozir mana shu kichkina bo'zaychalarimizni o'sha siz aytgandek tartibda tarbiya qilinadigan bo'lsa, o'sha aytilgan ko'zlangan natijani olishimiz mumkin. Ko'zlangan natijani bemalol olishimiz mumkin. O'sha masalan eskitdan ota-bobolarimiz mana chorvachilik bilan shug'ullanib kelgan, ular faqat tabiiy narsalar bilan, tabiiy vaqtlarga amal qilib, masalan, chorvachilikda eng muhim o'rin tutadigan narsa bu rejim. Agar hayvonlar o'sha maxsus emlamalar bilan, vaksinatsiyalar bilan vaqtida emlanib turilsa, hamda oziqasiga yaxshi e'tibor berilsa, hayvonlarda deyarli muammo kuzatilmaydi. Agar qandaydir travmatik holatlar yuzaga kelib qolmasa, lekin tabiiy kasalliklar uchrashi kam hamda go'shtini yoki bo'lmasa bundan olinadigan nasllar yoki chiqadigan sut mahsulotlarining sifati me'yorda bo'ladi. Yaxshi. Hozir mana butun o'sha fermer xo'jaliklarga o'zingizni kompaniyangizda qilinadigan mehnatlarni aytib o'tdingiz. Ha, albatta. Endi misolchi mana hozir bizni ko'rib turgan obunachilarimiz ko'pi oddiy aholi, uy xonadonida o'sha 10 tagacha mol qo'y boqadigan insonlar. Shunaqangi insonlarga qanaqa xizmatlarimiz bor? Viloyatlar bo'yicha bir tashkil etilgan bir xodimlar bormi, mutaxassislar? Bor, juda ham o'rinli savol berib o'tdingiz. Bizni Vetco Biotek kompaniyamizda rahbari, ya'ni o'sha kommersiy direktor deydi, savdo bo'limining rahbari hozirgi ayniqsa oxirgi 2 yillikda hududlar bo'yicha, ya'ni respublika bo'yicha o'quv seminarlar tashkil qilyapti. Endi o'quv seminarlarda asosiy vazifasi shu preparatlarni qishloq xo'jaligida, ya'ni chorvachilik, fermer xo'jaligi bo'ladimi, xususiy sektor bo'ladimi, aholi xonadonlarda bo'ladimi, qanaqa tartibda ishlatish kerak, bularning natijalari qanaqa bo'ladi, shularni aholiga keng yoritish maqsadida har bitta hududlarda mana o'tgan 2024-yil oxirlarida Samarqand, Qashqadaryoda bo'ldi. Bu yil 25-yilning boshida Jizzax viloyatida bo'ldi. Yana rejalashtiryapti. Respublika bo'yicha bu o'quv seminarlarni tashkil qilishdi. Yana bitta yaxshi bizni o'sha rahbariyatda bir ideyasi deydi, shunaqa bir ish tartibi borki, masalan, ko'pchilikka ma'lum o'quv seminarlari o'tkaziladigan paytda ko'proq mana misol chetdan keladigan, Yevropadan keladigan, masalan o'sha O'zbekistonga kirib keladigan mahsulotlarni reklama qiluvchi yoki bo'lmasa aholiga tanishtiruvchi odamlar o'zlarining maxsus proyektlari bo'ladi. Masalan, o'sha shabloni bo'ladi. Mana shu narsalar haqida ma'lumot beriladi deydi va har bitta hududda o'sha bir xil ma'lumot beriladi. Bizni rahbariyat aytadiki, o'sha masalan olaylik, Jizzax viloyatida 25-kuni, 26-kuni fevral kuni o'quv seminarimiz bo'lib o'tdi. Bir oy oldin belgilanadi kun, joy hamda bizda respublikada bosh vet vrachimiz bor. O'sha vet vrach bilan menga topshiriq beradi. Seminar kuni mana shu kunga belgilandi. Sizlar borib joylarda o'rganinglar. Aholida nima muammo? Ya'ni biz nima haqida ularga yo'nalish berishimiz kerak. O'sha hududdagi muammolar. Ha, o'sha hududdagi muammoni o'rganinglar va o'sha bo'yicha dastur tayyorlanglar. Masalan, 4 xil, 5 xil mavzuda biz
suhbat o'tkazishimiz kerak. Seminar 3 soat 4 soat davomida bo'ladi. O'sha joydagi muammolar bo'yicha tayyorlanglar deydi. Biz hududlarga boramiz. O'sha yerdagi har bitta O'zbekiston Respublikasi bo'yicha har bitta hududda veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish bo'limlari bor. O'sha bo'limlarida har bitta mahallalarda veterinariya uchastkalari bor, uchastka mudirlari bor. Biz qo'limizdan kelganicha har bitta uchastka mudirlari bilan yoki bo'lmasa aholi xonadonlari bilan suhbat o'tkazamiz. Ya'ni iminni oladigan bo'lsak, masalan, Jizzax hududida, o'sha oxirgi o'tkazilgan hududimizda qaysi muammolar bor? Qishloq xo'jaligi hayvonlari aholida qaysi muammolar bor? Fermer xo'jaliklarda qaysi muammolar bor? O'sha muammolarni o'rganib, o'sha muammolar bo'yicha tadbir tayyorladik. Tadbirni o'tkazdik, o'quv seminarda asosan vet vrachlar qatnashdi. Endi bir xilga seminarlarda bilsangiz, men yomon demoqchi emasman, lekin jarayon shundayki, odamlar masalan 3 soat, 4 soatlik seminarlarda zerikib qoladi. Chunki ular maxsus o'zlari tayyorlab kelgan proyektni gapiradi. Bu iste'molchi uni qabul qila oladimi, qabul qila olmaydimi? Farqi yo'q. Sxema asosida o'tkaziladi. U hamma joyda bir xil. Hamma joyda bir xil. Endi bizning rahbariyatni topshirig'iga binoan biz tayyorlaganimiz uchun soat 1 bo'ldi, obed vaqti bo'lishi kerak, seminar tugamayapti. Sababi asosiy gapiriladigan mavzular tugadi, lekin aholini qiziqtirgan savol ko'p. Seminardan masalan to'g'ridan to'g'ri mutaxassislarning fikrini iste'molchi tushuna olmaydi-ku. O'zini yo'nalishida o'zini haligi qiziqtirgan savollari bilan shunaqangi seminarlarimiz qizg'in o'tyaptiki, seminar tugamaydi-da, ham odam charchamaydi, toliqmaydi, ham vaqt qanaqa o'tganini bilmaydi. Endi aytmoqchi bo'lganimki, bizning kompaniya tomonidan olib kiriladigan preparatlar ham chorvachilik, fermer xo'jaligida, ham aholida ishlatiladigan, ya'ni oddiy bir so'z bilan aytadigan bo'lsak, veterinariyada ishlatiladigan jamiki preparatlar bor. Masalan, gijjasizlantirishdan tortib, ya'ni o'sha qo'tir kasalliklari deyiladi, dermit kasalliklari, o'shandan tortib vitaminlar, antibiotiklar yoki o'sha kerak bo'lsa oziqobop qo'shimchalar bor hamda jihozlar ham bor, veterinariya jihozlari. Boya aytib o'tdim suhbatni o'rtasida maxsus drenjer orqali sut ichirishimiz kerak. Hatto shu drenjerlarni ham olib kirgan. Hamda mana o'tgan yil avgust oyida, ya'ni 2024-yil avgust oyida Rossiya Saratov o'lkasiga bordik, ya'ni Nitafarm kompaniyasining bosh ofisiga. Biz aytga borib, preparatlar qanaqa tartibda ishlab chiqariladi, ertagi sharoitlar qanaqa, ular haqida tanishish uchun bordik. Hamda bir narsani men guvohi bo'ldimki, birinchi o'rinda GMP deydi, texnologiya asosida ishlab chiqarilayotgan dorilar, Nitafarm kompaniyasining dorilari, hamda har bitta tur ishlab chiqarilgan doridan maxsus laboratoriyaga olib qo'yilar ekan. Ya'ni seriya o'sha laboratoriyada saqlanar ekan. To ishlab chiqarilgan kundan boshlab srok godnosti deydi, yaroqlilik muddati tugab, undan 5 oy o'tguncha o'sha maxsus kontrolni laboratoriyada turar ekan. Sababi o'sha Nitafarm kompaniyasi masalan O'rta Osiyo xalqlari bo'ylab yoki bo'lmasa dunyo bo'ylab tarqatadigan preparatlarida qaysidir bir hududlarda aholidami yoki chorvachilik fermer xo'jaligidami muammo chiqib qoladigan bo'lsa, kontrolni laboratoriyada solishtiradi. Shunaqa imkoniyati bor ekan. Solishtirilar ekan, muammo nimada? Agar saqlanish tartibida bo'ldimi yoki serionni ishlab chiqarishda bo'ldimi, hatto shungacha oydinlik kiritib beradigan darajada imkoniyat bor ekan. Demak, bu degani bu kompaniyaning mahsulotlari bilan bemalol biz ishlasak bo'laveradi degan tushunchaga keladi. Shuning uchun sifatlilik darajasi yuqori. Sifatlilik darajasi yuqori hamda shu darajada nazoratda ekanda. Shuning uchun men mana kuzatuvchilarga yoki bo'lmasa mana biz bilan hamkorlikda ishlaydigan odamlarga dori masalalari bo'yicha bemalol tavsiya qila olaman. Sababi shu darajada transportirovka ham nazoratda hamda uni ishlatilishi, organizmning iste'molga ishlatilishi ham nazoratda ekan. Dorini ishlab chiqarib turib, mana dori, mana shuncha partiya, mana shuncha dozada dori tarqatib sotmasda talabdan kelib chiqib, ya'ni iste'molchi nimaga ehtiyoji bor, ehtiyoji qondirilgandan keyin o'sha yetkazib berilgan mahsulot qay darajada ishlayapti. Mana shulargacha, effektigacha nazoratda turadi. Aziz obunachilar, o'sha va'da qilganimizdek, Farg'ona viloyati Dang'ara tumani 7 kamalak fermer xo'jaligi rahbari Xolmirzayev Abbos akamiz bilan suhbatlashamiz. Ya'ni suhbat davomida
Vetco Biotik o'sha korxonasi bilan birgalikda hamkorlikda ishlashadi. Assalomu alaykum Abbos aka. Va alaykum assalom. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Ishlarni rivojini bersin. Rahmat. Mana o'sha aytib o'tganimizdek hamkoringizni qilinayotgan turgan ishlari haqida, siz bilan bo'layotgan turgan hamkorlik haqida suhbatlashsak. Ularni faoliyati qanday bo'lyapti siz bilan? Biz mana shu chorvachilik nasl xo'jaligimizda 2 yildan beri Vetco Biotek korxonani medpreparatlardan foydalanib kelyapmiz. Ular buni vaqtida yetkazib beradi. Hamma spektr antibiotik, vitaminlar, ozuqalar shularda bor. Kelishilgan narxda, narx pulga pul o'tkazish yo'li bilan, vaqtga srochka bilan berib turishdi. Buni bizga Otaval degan, bizga bog'langan shu kompaniyani xodimi bor. Vaqtida yetkazib beryapti. Mana mollarimiz ahvolini ko'rib turibsizlar. Hammasi vaqtida rivojlangan. Doktorimiz buyurtma beradi. Buyurtmaga asosan vaqtida olib kelib beriladi. Ishlashi yaxshi, natijalar yomon emas. Hammasi yaxshi. Bu o'sha Otavali bilan hozir suhbatlashib o'tdik. Mana shu Otavali ukamiz o'sha Farg'ona vodiysi bo'yicha diler hisoblanadi. Mana shu kompaniyamizni asosan hozir mana sizda naslchilik yo'nalishi bo'yicha ekan-a? Yo'nalishingiz. Naslchilik yo'nalishi. Shu yosh nima desak bo'ladi, bo'zaklarimizga ham o'ziga yarasha bir qandaydir antibiotiklar zarur bo'ladi. Tug'ilishidan boshlab turib bu oxirigacha baribir hammasi vitamin, antibiotik o'sha hammasini olib kelib keladi. Va sezonda vaksinalari. Bular vaksina-ku, lekin qolgan dori darmonlari bor, davolovchi hammasi. Yaxshi. Otavali aka, mana o'sha har bir fermer xo'jaliklarda bo'ladigan dori-darmonlarning o'zini, ya'ni dorixonasi bor ekan. Ha, albatta. Bu yerda bo'ladigan dorilar nimalar bo'lishi mumkin, nimalarga e'tibor beramiz? Aka, hozir mana shu boya aytganingizdek har bitta fermer xo'jaligida alohida dorixona bo'lish kerak. Chunki fermer xo'jaligi bo'lgandan keyin 50 bosh mol boqiladimi, 100 boshmi, 200 boshmi, albatta har xil holat kuzatiladi. Shuning uchun har xil holatlarga tayyorlash maqsadida umuman dori vositalari bo'lishi kerak. Mazkur 7 kamalak fermer xo'jaligining dorixonasi, mana shu dorixona bu yerda antibiotiklar, vitaminlar, mana og'riq qoldiruvchi ukollar hamda surtiladigan mazlar, antigelmetik vositalar, ya'ni inyeksiyalar, bu Rikozol preparati ichki parazitlarda hamma turiga ishlaydigan eng yaxshi samarali preparat hisoblanadi. Shular bor. Vnutromatishni ishlatiladigan mana Sefmetrik deydi. Bu Burova Pharma Ukraina davlatidan ishlab chiqarilgan dori vositasi. Bu ham o'sha Vetco Biotek kompaniyasi tomonidan olib kiriladi O'zbekistonga. Bu dori vositasi Sefmetrik endometrit kasalligini oldini olish hamda davolashda ishlatiladi. Ya'ni hayvon tuqqandan keyin bachadon bo'yniga yuboriladi. Mana misol uchun mana shu Siflur dori vositasi bu hayvonlarga ustki parazitlarga ishlatiladigan dori vositasi hisoblanadi. Mana buni ko'rinishi bu hozirgi masalan kech kuz, qish va erta bahor davrlarida hayvonlarni cho'miltirish imkoniyati deyarli yo'q. Shuning uchun maxsus dori vositalari ishlab chiqarilgan. Bular kapля deyiladi. Maxsus belgilangan joydan kesiladi hamda hayvonda shu boshidan to dumiga bo'lgan masofaga, ya'ni umurtqaning ustiga, ma'lum bir masofada, ya'ni 5-7 sm oralig'ida tomizdirib chiqiladi. Shu bitta 10 ml rastvor bir boshga yetadi, bir boshga mo'ljallangan. Bu endi o'sha pashshalardan himoya qiladimi? Ha, pashsha, kana, umuman chaquvchi parazitlardan himoya qiladi. Tushunarli. Mana bu preparatimizga keladigan bo'lsak, bu Yodapen, blister ko'rinishida bo'ladi bular. Bu Rossiya Nitofarm kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan. Bular hayvon tuqqandan keyin bachadoniga yuboriladigan narsalar. Masalan, ko'p holatlarda, ayniqsa hozirgi paytlar, hali ilik uzildi deydi, qishdan bahorga o'tadigan paytlarda moddalar almashinuvini yetishmovchilik ko'proq bu aholi xo'jaliklarida bo'ladi. Yo'ldosh tushmay qoladi. Qaysidir mintaqalarda eshi deydi, lekin o'sha hayvonni yo'ldoshi, ya'ni bola o'ralib turgan qobiq tushmay qoladi. O'shani kechikib ketganda yoki tushmay qolganda mexanik olgandan keyin organizmga yuboriladigan eng samarali preparat hisoblanadi bu. Bu ichkariga tushgandan keyin pena hosil qiladi, ya'ni ko'piklab butun bachadondagi infeksiyani tozalaydi. Juda ham yaxshi ishlagan preparat. Bu Hufgel deyiladi, mana Exiolium. Bu naslchilikda ko'proq ishlatiladi, ya'ni ko'p sut beradigan hayvonlarda organizmda kalsiy, magnit ko'p chiqib ketish natijasida ko'p ba'zilarda 2-3 tug'umdan keyin aksariyat yaxshi boqiladigan xo'jaliklarda baribir 5-6 tug'umlarda hayvonlarda tuyoqlashni mo'rt bo'lib qoladi. Tuyog'i mo'rtlashib qoladi.
mikrobakterioz kasalliklari rivojlanadi. O'shanda ishlatiladigan eng yaxshi preparat. Tuyoq maxsus tozalangandan keyin mazkur gel surtiladi hamda bog'lab qo'yiladi. Tuyoqqa. Ha, tuyoqqa. Bu ham bizning kompaniya tomonidan rasmiy olib kiriladi respublikaga hamda o'sha tuyoqqa qo'yadigan maxsus bog'lamlar bor. O'sha o'rovchi zalentalar bor. Bular ham bizning kompaniyada mavjud. Aziz obunachilar, mana o'sha Yetti Kamalak fermer xo'jaligida vet vrach bo'lib ishlayib turgan Rahmatjon ukamiz bilan suhbatlashamiz. Rahmatjon, assalomu alaykum. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Hozirda mana sizni bilan birgalikda hamkorlikda ishlayib turgan Vetco Biotech kompaniyasi bilan mana hamkorlikda ishlayapsiz. Mana shu kompaniyadagi preparatlarni qo'llanish tartiblari qanday bo'lyapti? Qo'llanish tartiblari yaxshi. Sxemasini xajasalari bor, tashlayapmiz, kuylayapti mollar. Urib qo'yapmiz, ko'taryapti, ushlayapti. Boshqa dorilar ham bor, masalan, amoxicillin, nitokus, seftanit. Effektlari zo'r. Effekti yaxshi, zo'r. Masalan, shu 2 yildan beri ishlashyapmiz hamkorlikda birga. Masalan, shu nima qolsa, darhol ota-bolaga aytamiz, olib beradi. Zarurat bo'ladigan bo'lsa, ota-bolaga qo'ng'iroq qilamiz. Ota-bolaga qo'ng'iroq qilamiz, sirazi dastavka qilib ketadi. Hozir mana katta turdagi o'sha sigir deb ataymiz, sigirlarimiz, ya'ni sut berishadigan sigirlarimizni oldida gaplashyapmiz. Ota-bola bilan hali o'sha yosh bo'zaklarning oldida suhbatlashdik. O'sha bo'zaklarga qilinib turgan emlovlar qanday bo'lyapti? Ularga ham qilayotgan yaxshi, masalan, tolatrin qilamiz. Tolatrin asosan kasalliklarga qarshi yoshlik paytida. Undan keyin nimasi bor? Vitamin. Yeselin bor. Yeselin ham qilinadi, u ham vitamin. Efiralinda vitamin bor, u ham vitamin. Shu temir nimalarga, moddalarga qarshi dori vositalari. Tushunarli. Demak, effekti yaxshi hamma dorilar. Effekti yaxshi, xudo shukr yaxshi. Effekt ishlayapti. Aziz obunachilar, bu mana vet vrachimiz bilan suhbatlashishimiz yoki mana shu fermer xo'jaligining rahbari bilan suhbatlashishimiz sababi hadvol o'sha dorini reklamasiga o'xshab qolmasin degan maqsadda ishlatib turgan insonlarda o'sha effektini sezib turgan fermer xo'jalik rahbarlari bilan ham bevosita suhbatlashib sizlarga ma'lumot berishga harakat qilyapmiz. Videodan yiroqlashmaymiz. Yana eng muhim preparatlarimizdan bular mana maxsus xoladelnikda saqlanadigan preparatlar. Bular bo'ya suhbatimizda aytib o'tganimizdek, o'sha respirator kasalliklardan himoya qilish uchun ishlatiladigan Rotacor, ya'ni o'sha rotavirus, koronavirus qo'zg'atuvchilari keltirib chiqaradigan kasalliklarni oldini oladigan preparat hisoblanadi bu. Bu Belaruscha Belvit Unifarm kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan, O'zbekistonga Vetco Biotech tomonidan rasmiy olib kirilgan. Hamda yana xuddi o'sha kompaniya, ya'ni Belvit Unifarm kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan Svorotka, bu kolibakterioz kasalligiga qarshi ishlatiladigan. Bu kolibakterioz kasalligi yosh buzoqlarda dushmani desak ham bo'laveradi, ya'ni mahalliy tilda ichket kasalligi deydi. Bu naslchilik fermer xo'jaliklarini eng katta zararga olib kelib ketadi. Ya'ni naslchilik fermer xo'jaliklarini o'zi asosiy kelajagini buzoqlar belgilab beradi. Agar buzoqlarni biz sog'lom yetishtirib olsak, ya'ni shu 15 kun, 20 kunlikda o'tkazib olsak, undan keyingi natijalar, ko'rsatkichlar yaxshi bo'ladi. Kuyga tayyorlash uchun ishlatiladigan preparatlar bu mana Fergalin. Bu preparat boya aytganimizdek sinxirlash uchun, ya'ni hayvonlarda teng kuyga keltirish uchun sinxirizatsiyada ishlatiladigan preparat. Bu aynan o'sha fermerlar uchun ekanda bu. Fermerlar uchun ham hamda aholi xo'jaliklarida masalan uzoq vaqt qochmayotgan, u sun'iy urug'lantiriladimi, tabiiy urug'lantiriladimi, lekin qochmayapti, hayvon kuyga kelyapti, urug'lantirish amalga oshirilyapti, lekin qochmayapti. Unda kesta bor yoki bachadonida qandaydir infeksion kasalliklar, muammolar bor. O'shalarda ishlatiladi bu preparat. Hamda yana bitta eng asosiy preparatlarimizdan bittasi bu Coglavax. Bu Coglavax vaksinasi Fransiya Seva kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan. Bu enterotoksimik kasalliklarga, ya'ni o'sha tuproqdan yuquvchi infeksiyalar deydi. Klastridiozlar oilasiga mansub infeksiyalar qo'zg'atadigan kasalliklarda ishlatiladigan maxsus preparat. Bu preparat ayniqsa hayvonlarda emfizematik karbinqula deydi, ya'ni emkar. Agar oddiy aytadigan bo'lsak, qorason kasalliklari bor. Qo'ylarda bradzot kasalliklari bor. Tuproq infeksiyalaridan yuquvchi kasalliklarda ishlaydigan eng yaxshi preparat. Buni bitta yaxshi xususiyati davolash xususiyatiga ham ega. Masalan, bitta xo'jalikda boya aytib o'tgan infeksiyalarga xos kasalliklar kuzatilsa,
o'sha xo'jaliklardagi boshqa tur hayvonlarga ham bemalol qo'llasa bo'ladi. Bu juda ham yaxshi preparat hisoblanadi. Yana bitta narsaga biz alohida e'tibor berishimiz kerak. Xo'jaliklarda masalan buzoqlarni ichi o'tib kasalliklar kuzatiladigan bo'lsa, birinchi o'rinda biz uni qaysi kasallikni aniqlab olishimiz kerak. Sababi uni agar biz zudlik bilan aniqlab muolajani amalga oshirmasak, muammo ko'payadi. Shuning uchun mana bunday maxsus testerlar bor. Bu testerlar o'sha boya aytgan kasalliklarimiz, ya'ni respirator kasalliklarda ularda ham oilalar bo'ladi-da, yo'nalishlar bo'ladi. Masalan, koronavirus, rotavirus, shunga o'xshash turli xil oilalari bor. Mana bu maxsus test, bu o'sha hayvon tezagidan suyuqlik olinadi, maxsus o'zini pipetkasi bor. Shu pipetka orqali olinadi, rastvorda hamda mana shu joyga tomizdiriladi. Har bitta kasallikning oilasiga mansub bitta sezuvchi ingrediyentlar bor. Tomizdirilganda qaysi kasallik bo'ladigan bo'lsa, mana shu yerda ikkinchi qizil belgi chiqadi. Masalan, rotavirus oilasiga mansub viruslar bo'lsa, rotavirus deb belgilanadi yoki koronavirus bo'ladigan bo'lsa, koronavirus belgilanadi. Biz qaysi kasallik qo'zg'atuvchisi borligini aniqlab olsak, davolash yo'nalishimizni aniq belgilaganimizdan keyin natijamiz 85-90% yaxshi bo'ladi. Mazkur xo'jalikda qilingan ishlardan yana bitta eng samaralisi bu mazkur doska. Bu ko'pchilikda savol tug'ilishi mumkin, bu doska nimaga qo'yilgan? Bu doska shunday vazifa bajaradiki, fermer xo'jaligida masalan buzoq boquvchi bor, mollarga o't soluvchi bor, hammani o'zining vazifasi. Hammani o'zining vazifasi bor. Shu xodimlar qayerda qanaqa o'zgarish ko'rib qolsa mollarda veterinarga murojaat qilish kerak bo'ladigan bo'lsa, uni telefon qilib yoki borib kelish shart emas. Muammo masalan chesloni yozadi, cheslov yoziladida molning nomeri yoziladi. Inventar nomeri yoziladi. Masalan, mana 95-750 ola mol urug'lantirish kerak. Ya'ni kuyga kelgan molni yozib qo'yadi. Hamda izoh. Bu yerga doktor qilgan ishini yozadi. Agar urug'lantirgan bo'lsa, ikkita pitlichka qo'yib qo'yadi. Mana yana yozilyaptiki, tuyoq oldi, o'ng. Yozib qo'yadi, masalan, ko'rib qoldi, shuni yozib ketadi. Hamda doktor o'shani agar tozalab licheniyasini qilsa, belgilab qo'yadi. Bu kunlik ishlar, masalan, rahbar kelgan paytida, xohlagan paytda ko'rib nazorat qilish mumkin. Yana eng e'tiborga molik joyi bu fermer xo'jaligida, jamiki fermer xo'jaliklarda agar oddiy xo'jalikda ham yuritilsa yaxshi bo'ladigan narsa bu daftarlar. Ya'ni qilinadigan ishlarda ro'yxatga olish daftarlari bo'ladi. Masalan, mana olaylik, fermer xo'jaligida shu sigirlarni, sun'iy urug'larni qayd qilish jurnali, hayvonlar, kasal hayvonlarni qayd qilish jurnallari, kasallik turlari ko'pda, har bitta qilinadigan ishlar ko'p, veterinariya tadbirlari ko'p. Har bittasini alohida agar nazoratga oladigan bo'lsak, ertaga shu ritm to'g'ri ketishida, ya'ni o'sha sxema asosida ish tashkil qilinishda eng katta yordam beradigan narsa mana shu daftarlarni yuritib borish kerak. Otavali aka, mana ancha ma'lumotlarga ega bo'ldik. Endi bitta yakuniy savolim bor sizga. Bemalol aka. Har bir inson o'z sohasini yetuk mutaxassisi bo'lib yetish uchun nima qilish kerak? Aka, avvalo o'zini sohasini yetuk mutaxassisi bo'lishlik uchun mana agar e'tibor bersak, shu tepada kamera turibdi-da. Kameraning vazifasi nazorat qilish. Masalan, bu fermada mexaniklar bor, sut sog'uvchilar bor, doktor bor, kim, hamma odamning o'zining vazifasi bor. Shu kameradan hadiksiragan maqsadda qaysidir ma'noda hamma o'zining ishini to'g'ri bajaradi. Agar har bir odam, nafaqat veterinar, har bir soha vakillari o'zini kunlik, har soniyalik holatlari yozib borilayotganligini, ya'ni Alloh tomonidan har bitta narsa nazoratdaligini va oxirida har bir qilingan ishi uchun javob berishligini agar qalban his qilsa har bir inson, har bir soha vakili, shunda jamiyatda o'zgarish bo'ladi hamda har bir inson o'zini mutaxassisligini a'lo darajada bajarishga harakat qiladi. Agar shunga iymon keltirib, shuni qalban his qiladigan bo'lsa. Va hattoki shuni aytib o'tishimiz mumkinki, hatto kommentariy yozadigan odam. Agar kommentariy negativchilar sizlarda aytayapti. Agarki kommentariy yozadigan odam ham, masalan, kimgadir qiziq emas tema, videoni ko'ryapti, kimgadir qiziq emas. Uni interes emas. Uni o'tkazib yuborish kerak. Uni alohida ochib, vaqt ajratib, yozib, yomon negativ so'z yozmaslik kerak, chunki har bir minut uchun oxirida javob beriladi. Shuning uchun eng katta narsani biz shunga qaratishimiz kerak. Tushunarli. Demak, Alloh kuzatib turganini hammamiz qalbdan albatta his qilsagina
ishlarimiz ham yaxshi bo'ladi, negativchilar ham o'ylabroq yozasizlar. Albatta. Ota aka sizga ham kattakon Rahmat rahmat aka. aka. Ishlaringiz Salomat rivojini bersin. Rahmat. Aziz Charchamang. obunachilar, manfaatli bo'lgan bo'lsa albatta layklarni bosish, kanalimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Salomat bo'linglar.